Mithun Chakrabortini tanishingiz aniq. U mashhur hind aktyori. Uni ko'pchilik O'yna va Disko raqqosi filmlaridagi rollari orqali yaxshi taniydi. Aktyor millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy olgan. Chakraborti o'z faoliyati davomida 350 dan ortiq rol ijro etgan ekan. Mithun juda mashhur bo'lsa-da, ko'p yillar avval uning oliyjanob bir ish qilganini ko'pchilik bilmaydi. O'tgan asrning 90-yillarida Chakrabortining mehmonxonalar tarmog'i va futbol klubi bor edi. Bu biznesdan yaxshigina daromad, ijro etgan rollari uchun tuzukkina gonorarlar olardi. Ammo boylik undagi oliyjanob qalbni o'ldirmagan edi. Aktyorning oilaviy hayoti ham omadli edi. Uning rafiqasi hamkasbi Yogita. Vaqt o'tib oilada 3 o'g'il dunyoga keldi. 30 yillar avval esa er-xotin bir qizchani asrab olib, unga Dishani deb ism qo'yishdi. Qizaloqni o'z ota-onasi axlat qutisiga tashlab ketgandi. Tasodifiy o'tkinchilar chaqaloqni payqab, zudlik bilan kasalxonaga olib borishdi. Tabiiyki, bu gap so'zlar butun mamlakatga yoyilib, Mithunning ham qulog'iga yetib bordi. Aktyor zudlik bilan qizchani asrab olishga qaror qildi. Oilada qizaloqni juda iliq kutib olishdi. Yillar o'tib Disha ulg'aydi va go'zal qizga aylandi. U bolaligidan kinoga qiziqardi. Maktabni tamomlagandan so'ng aktyorlik mahorati mutaxassisligi bo'yicha o'quv muassasasiga kirdi. O'qituvchilari uni muvaffaqiyatli faoliyat kutayotganiga ishonishadi. Tabiiyki, Mithun go'zal qizi bilan faxrlanadi va uning harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz ham ana shunday oliyjanob insonlar ko'proq bo'lishini istaymiz.